Inson qadri ulug'langan yurtda uning munosib va xavfsiz mehnat sharoitlariga ega bo'lishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi. Bugun Jizzax viloyat kasaba uyushmalari kengashida o'tkazilgan seminar-trening aynan shu hayotiy tamoyilning huquqiy va amaliy jihatlariga bag'ishlandi. Ma'lumki, mehnatni muhofaza qilish antik davrlardan buyon shakllanib kelayotgan soha. Bugungi kunda esa bu tizim tubdan yangilanmoqda. Xususan, yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi va Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-dekabrdagi 819-sonli qarori sohaga yangi davrni boshlab berdi. Raqamlashtirish jarayonlari va masofaviy mehnat shakllarining qonuniy mustahkamlanishi xodimlarni himoya qilishning zamonaviy mexanizmlarini yaratdi. Mazkur tadbirda 2025-yilda viloyat hududida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar tahlili ochiq va tanqidiy muhokama qilindi. Jamoatchilik nazoratini o'rnatishda 3 bosqichli ma'muriy jamoatchilik nazorati tizimining ahamiyati beqiyos. Bu tizim har bir ish joyida xavfsizlikni kundalik tekshirishdan tortib, butun tashkilot miqyosidagi monitoringni qamrab oladi. Maqsad xatolarni oqibat bilan emas, balki profilaktika orqali bartaraf etishdir. Viloyat kasaba uyushmalari federatsiyasi bilan hamkor tashkilot sifatida Kirgizda ham mana shu ish beruvchilarning munosib mehnat sharoitini yaratishi, shuningdek munosib mehnat sharoiti hamda gigiyenik sharoitlarni yaratish, shuning undan tashqari baxt kasalligining oldini olish, kasb kasallarining oldini olish bo'yicha tegishli tushunishlar olib borish bo'yicha kelishib olindi va mana shu hamkorlikda ishlarni davom ettiramiz. Shuningdek, 60 ga yaqin mutaxassis ishtirok etgan ushbu seminar-treningda xodimlarni qayta tayyorlash va ularning bilimini tekshirish tartibi ham ko'rib chiqildi. Davlat tomonidan sohani takomillashtirishga yo'naltirilayotgan katta hajmdagi mablag'lar va raqamli texnologiyalar inson hayotiga bo'lgan ehtiromning amaliy isbotidir. Zero majburiy mehnatning taqiqlanishi va ish vaqti rejimlariga qat'iy rioya etilishi yangilangan konstitutsiyamizning xalqchil mohiyatini namoyon etadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, xavfsiz mehnat sharoiti bu nafaqat majburiyat, balki har bir xodimning huquqidir.